Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bundan oldingi videolarimizda Lavato korxonasi tomonidan ishlab chiqarilgan T-Box Ultra Compact ko'p montajlarimiz haqida ma'lumot bergan edik va kuzatuvchilarimiz tomonidan juda ham ko'p qiziqishlar bo'ldi va kundan kunga bu mahsulotimizga bo'lgan talab oshib bormoqda. Shuning uchun bu videomizda shu mahsulotimizga oid bo'lgan yangiliklarimiz haqida ma'lumot beramiz. Yengilliklarimizdan biri T-Box 25 modelimizning gidrokollektor qismini kotelga ulash uchun maxsus rezbovoy latonli fitting. Ya'ni bundan foydalanganimizdan keyin kotel ulash jarayonida faqatgina adapterdan foydalanamiz xolos. Albatta T-Box 20 modelimiz uchun ham xuddi shunaqa maxsus fittingimiz bor va bu modelimizni ham to'g'ridan-to'g'ri kotelimizga adapter yordamida o'rnatsak bo'ladi. Undan tashqari nasosdan keyingi sharoit kranlarimiz uchun ham maxsus rakrlarimiz kelgan. Bu rakrlarimizni o'rnatganimizdan keyin to'g'ridan-to'g'ri adapter bilan ustanovka qilish qulayligini beradi. Endilikda T-Box 20 va 25 modellarimizdan xarid qiladigan bo'lsangiz, shu maxsus fittinglar komplektiga chiqadi va o'rnatish, montaj jarayonida bundan-da qulay bo'ladi. Ustalarimiz uchun bir eslatma. Endilikda T-Box 20 va 25 modellarimizdan montaj qilish uchun rakr emas, balki adapter spiskiga yozamiz. Qo'shimcha fikrlar bo'ladigan bo'lsa, albatta izohda yozib qoldiring. Narx haqida ma'lumot uchun bizga aloqaga chiqing.